anaqalarni ham kontenerlarni ham olib yurib, mana ular ortishyapti. Shunaqa zavodga kirib boryapmiz hozir. Kartochka bilan kirilib. Mana showroom kirilish bilan showroomda qaranglar, mana sportivniy poyga avtomobili ham Hyundai ekan. Hyundai avtomobili bu yerda mana korзина передовlar, korзина spina, mana mexanik ham Honda Synchro'ni ko'rib turganinglardek bu elektromobilnikiga ham o'xshagan, chunki kichkina reduktor. Bu yerda yana mana boshqa avtomat korobkaning ichidagi mexanizmlari, faqat korзина spina ishlab chiqaradi deb o'ylasanglar adashasizlar. Mana bu yerda boshqa narsalar ham bor. PB Domper Motor Assisi deb yozib qo'yilgan ekan. Полный коробка передачаning mexanizmlari bilan. Перевечник val, mana bitta miyani shaybasi. Mana zavod trassasini hozir ichkariga kiramiz. 5 yulduzli Hyundai Motors'da 5 yulduzli 5 tier deydi. 5 yulduzli supplier, ya'ni ta'minotchisi. 현대모터에서 품질 5스타 특별 준 거예요. 5 yulduz darajada beradigan Hyundai Motors'da ta'minotchisi bo'ladi. Birinchi o'rinda turadigan ta'minotchilar. Ta'minotchisidan bittasi ekan mana. Ya'ni Hyundai avtomobil motor gruppaga, zavodiga Seiko brendi ehtiyot qism ishlab chiqaradi degani bu, to'g'rimi? Shunaqa. Xullas 5 yulduzli hamkori degani bu. Polni sifatiga berilgan baho. Ya'ni boyga telefoningizdagi ma'lumotga ko'ra, 1000 nechinchi yilda bu davlat tomonidan bunga buyruq berilgan. 70-yilda. Hop. Ketdik. Men Seiko mana bunaqa dirkalar ham qo'yganman. Kiraverush. 여기는 세코 그룹 내에 있는 회사들에서 생산하는 생산 제품들을 전시해 놓은 공간이에요. Seiko Group asosiga kiradigan zavodlarni ishlab chiqaradigan har bitta zapchastlarni, ya'ni ehtiyot qismlarini samplelar shu yerda keltirilgan. Shuni showroom ko'rsatib chiqamiz. Bo'ldi, showroom qilib bitta ko'rsatamiz. Seiko Avtojin avtomexanik gear. Hop, reduktor elektromobilniki bo'lsa kerak menimcha. Elektromobil? Ha, mana elektromobilda reduktorlar. Bu nima mashina bu? Nima? Oppon? 무슨 작품? 여기는 국내 소형차예요, 소형차. 일반 브랜드. 패신저카. Bu Koreyaning ichida ishlab chiqariladigan Hyundai Kia'ning yengil mashinalarni o'zi 만드는 거는 지금 이렇게 이 감속기, Orqa most. shu buyumlarni hammasini olib chiqariladi. Ha, bu yerda turgan narsalar hammasi shu ma'lumotdagi narsalar. Bu aylanganda reduktor, mexanizmda ishlaydigan qilib, qanaqa ishlashini ham ko'rsatib qo'yishgan ekan. Mana ikkita sok qo'llasa bo'ldi. Bu yerda turgan hamma buyumlar Seiko tomonidan ishlab chiqariladi. 우리가 아셈블리를 하고 일부 제품들은 우리가 사다가 여기서 아셈블리를 하죠. Hyundai Kia'ga shu motor qismlarini bular o'zlari yig'ib, tayyor holda berishadi. Hyundai mashinaga qo'yib. Tayyor ehtiyot qismlarni Hyundai'ga, Kia'ga, ya'ni Koreyada ishlab chiqarilgan brend, katta brendlarga zapchast ehtiyot qism ishlab chiqarishadi, ya'ni Seiko brendi. Mana shu ko'rib turgan mexanizmlarni hammasi mayda juda detallargacha ishlab chiqaradi. Hammasini ham bo'lgaygalargacha qo'yib qo'yibdi. O'zligi yig'ib tayyor holatda berishadi. Mana anaqaniki shakl, kondisioneri parragi shaklmi? Kondisioneri parragi, pechkaniki Seiko brend tomonidan bu ham ishlab chiqarilar ekan. Hyundai avtomobillarniki. 여기는 이제 하이브리드 차량에 들어가는 댐퍼라는 제품이고 Rotor. Hibrid mashinaga ishlab chiqariladigan motor. Elektromotori, polni mexanizm. Bu gibrid avtomobilniki, mana DC motor deb tushuntirib berganman. DC motori gibridlari bor. Gibridlari передачасы, bilasizlar, korзина spina elektromotorda bunaqa ulangan mana mexanizm. Gibrid avtomobillarniki polni ehtiyot qismlari. Mana magnitli poyla dumaloqsi alohida qilingan, yig'ilganligi. Undan keyin alohida yana kesib yarmini qo'shib qo'yilyapti. Bu yoqda mis o'rab turib, buni ishlaydigan joy qilishyapti. Mana motor kaping. 여기서부터는 이제 수동 변속기 우리 지금 하고 있는 매뉴얼 트랜스미션에 들어가는 Bu yoq mexanik
transmissiyalarga ishlab chiqariladigan korzinka передовlar. Katta mashinalardan kichkina mashinalarga hammasiga ishlab chiqariladi. Shu yerda showroom. Gap yo'q. 보면은 이제 일본 미쯔비시 쪽에 직접 납품하는 Bu Yaponiyaning Mitsubishi firmasiga o'zi ishlab chiqarib berishadi. Yaponiya avtomobil sanoatiga Koreyadan Seiko brendidan mana ehtiyot qism ishlab chiqarib, xarid qilib olib ketishyapti. Ya'ni zavod bilan Mitsubishi kompaniyasi bilan to'g'rima-to'g'ri ishlashadi. 지금 우리가 이게 핵심 부품인데 종류가 여러 가지가 있어요. 그래서 고객이 요구하는 대로 커스터마이징도 할 수 있고 일반적으로 우리가 판매하는 제품들에 다 부착이 되니까 그중에서 좋은 제품들을 다 이제 업체마다 요구하는 대로 해줄 수 있는 레인지를 가지고 있다고. Bu diskni qanaqa ishlab ko'rsatishyapti. Buni turi juda ham ko'pligi uchun ular o'zlari klientlar qanaqa xohlagan holatda, xohlagan darajasida ushlashi, shuni o'zlari shu bilan kelishgan holda o'zini dizayniga moslab chiqarib berishlari mumkin xohlagan usulda. Tushunarli. Plus, Karzina displeyni mexanik avtomobillarni displeynasi, ya'ni nazariyasi ozgina yoddan ko'tarilib qolgan. Nazariyda hozir mana shu ma'lumot beryaptilarki, endi nimaga buni hozirlik ko'rsatib tushuntiryaptim. Alohida to'xtaldim bunga, chunki men kollejda avtodorojniy baynaminalda o'qiganman. Mana aynan o'qishdagi diplom ishim mana shundan bo'lgan. Mashina yoqlab diplom ishimni topshirganman. O'sha paytlar deyarli o'sha shogirdlikdan o'sha mustaqil ishlayotgan paytim edi. Keyin o'qishni bitkazib, ozginadan keyin duo olib alohida ishlashni davom etib ketganman. Mana shu Karzina displeydan bo'lgan. Mana bu yerda Seiko brendining kalotkasi bor. Bu idish korobkachasi ekan. 이 공장에서 같이 만들어요. Ikkitasi bitta zavodda ishlab chiqariladi. Ikkalovi bitta zavodda kalotka ham. Mana kalotka bu hamma mashinaga ishlab chiqariladi. Ya'ni Hyundai Kia'ga ham, o'zimizning mashinalarga ham Seiko brend tomonidan. 이 안에 들어가는 주요한 메터리얼이 Ichiga kiradigan 여기에도 적용이 같이 되는 것들이 많아요. Mezonning ichiga kiradigan ishlatiladigan mahsulotlar tormoz sistemasiga ishlatilgani uchun Ichidagi anaqasi bir xil, sirosi bir xil ya'ni. Karzina displey bilan. Karzina displeyni ham o'zi ishlash prinsipini sizlarga o'z videolarda ham o'rgatganman. Mana bu yerda qaranglar. Mana hozir bu alohida mana bunisi Karzina mana shu mamga joylashtiriladi. Ko'rasizlar, orada turibdi. Bu Karzinkaga joylashtiriladi. Karzinkani topsak hozir sizlarga aytaman. Bu kalotka. Mana Karzinka. Mana Karzinka. Bu mana oldi o'ngisi teskarisi bor bilasizlar. Bu mamga joylashtiriladi. Bu joylashtirilganda bu yoq taraf motor, engine bo'ladi. Bu yog'i korobka, mexanik korobka bo'ladi. Ichida перевесчный bo'ladi. Bu mashitda aylanib ishlaydi bilasizlar. Mash aylanib ishlaganda seplinani bosganinglarda sizlar avtomobilda. Mana shu seplinani vijimnoy mamitida bosadi. Vijimnoy bu yerda ko'rmadim. Hozir vijimnoy nariroqda bo'lsa kerak. Buni bosganda mana mashitda orasi ochiladi. Ya'ni ochilganda mana alohida ishlaydi. Bu xalastoy holat deyiladi. Ya'ni motordan avtomat korobka, shu mexanika korobkani o'rtasini mana Karzinka xalastoy qilib beradi, uzib beradi. Bu bo'lsa displeyni keyin seplinani qo'yib o'rgangandan keyin bu ezgandan keyin buni maxavik bilan holatda. Maxavik mana menga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir bu yerda mana maxavik mavjud turadi. Maxavik motordan xullas mexanika korobkaga kuchni polniy uzatib beradi. Keyin korobka ballonga uzatib beradi. Xullas, mana shunaqa texnologiya. Mana mashina ishlab chiqaradigan aynan shu zavodda shu narsani ishlab chiqarishadi. Hozirgi turgan joyimizda qolgan bu yerdagi ko'rayotgan hamma narsalarni boshqa zavodlari bor. Kalotkani bitta joyda ishlab chiqariladi deyildi, mashitda o'zida. Kalotkani ham bittada ishlab chiqarilar ekan, qolgan narsalar mexanizmlar boshqa joyda ishlab chiqarilar ekan. Xo'p, mana bu yoqda mana bunaqa avtomat korobkani platasi ham bor ekan. Ko'rasizlarmi? Shaybasi. Biz shayba deb aytamiz, ana ustalar tilida. Bu ishib ketib qolishi, shunaqa narsalar muammo bo'lganda buni alohida yengib qo'yamiz. O'zi bu ham almashadigan narsa. Mana bo'lsa avtomat korobkani klichoga, ya'ni parkingga urasizlar, parkovkaga shaq etib. Shaq etib mana shu ushlab oladi. Bu parkingga ushlaganda hozir mana shu bo'lishi kerak mexanizm. Menga o'xshagan kattaroq narsa bo'ladi-da, mana bunga tushib parkovkaga xullas o'tkazib qo'yadi. Hop, endi bitta mashina menga berib berasiz o'zim. Bitta narsani ko'rsatib olaman, keyin davom ettirib ketamiz. Mana bu yerda mexanizmi bu ochiq oyni ko'rsatib qo'yishibdi, ko'rasizlarmi? Mana перевесчный Karzina displeyni gibrid avtomobilniki va boshqa avtomobillarniki. Dальше davom etamiz. Tanishtirsizlar bu yo'q. 거기서부터는 이제 저희 관계사에서 생산하는 제품들, 저희
거실을 해놨고 여기는 캠샤프트 그다음에 여기부터는 이제 Bu motor qismlari, bu yog'i kuzovni zapchastlarni bitta qismini ishlab chiqarsa, Ya'ni motor sbori ham ishlab chiqarishadimi shunda? Yo, ichidagi 이거는 하고 예전에 했었어요. 예전에 oldin birinchisi chiqarilganda shuni assembly qilib o'zlari yig'ib chiqarib berishgan. Hozirda elektr mashina bo'lib chiqadi, elektr mashina chiqaramiz. 예전에 gap yo'q. 이렇게 했었어요. 우리가 Hozir bu yoqqa ham o'tamiz. Mana bu yerda katta o'rtada polni shassi bilan tizim qo'yib qo'yishgan. Mashinani, ya'ni tek qism yuradigan qismini. Mashina hammasini o'zlari yig'ib chiqarib berishgan. 지금은 안 하고 Yani Seiko zavodida mashinani tayyor shunaqa mexanizm ishlab chiqarishadi. Ketgan. Ayol qiyinlar. Kuzovini, Hyundai kuzovini yig'ib bergan. Voy gap yo'q. Seiko mashina ishlab chiqarsa ham bo'lar ekan-ku. Kuzov bilan. Nimaga mashina ishlab chiqarmaydi? Kuzov ham ishlab chiqaradi. Oldin Tucson mashinasini ishlab chiqarishgan payt. Ha, Seiko Tucson. 이거 지금도 하는 거잖아. Anu Devo Tucson mashinasimi shunda? Chevrolet Tucson. Yani Tucson. Tucson. Hyundai ekiydi. Tucson anaqa Takumi'da, Chevroletda. Takumi degan mashina bor edi. Bo'ldi. Shunda ozgina adashib ketdim, chunki modeli juda ko'p. Mana bunaqa Raspridval ham ishlab chiqarishar ekan, Raspridval, yana motori o'zi, krosslar shkivgacha ishlab chiqarishadi. Bu yerda yana mana har xil shkivni mexanizmi kichkina zvyozdochkalarigacha bor ekan. Avtomatik korobkaning ichidagi mexanizmlari, перевечнийлari, o'qlari hammasi bor. Mana ko'rib turganlaringiz. Mashinalarni hammasini ishlab chiqarishar ekan. Motorni o'sha paytlar ponni mana xuddi shunaqa qilib yig'ib berishgan ekan. Ya'ni mashinaga ko'p detallar o'zligida ishlab chiqaradi. Ayrimlari boshqa zavoddan olib kelib yig'ishadi. Ya'ni Seiko brendi mana o'sha paytlar motori ponni yig'ib bergan ekan. Ya'ni McDonald's bo'lgan ekanda, McDonald's ham asos solishadi-da, ponni ham xuddi-mundoklar hammasini edi, keyin boshqa odam kelib turib, uni Hyundai qilib avtomobil qilib chiqarsa, McDonald's qilib brend qilib yuboradi. Bular ham shunaqa qilish kerak. Asosiy ta'minotchi bo'lishgan ekan. Hop, oldi bamferni orqasidagi o'sha korpusi. Hozir ishlab chiqarilayotgan zapchastlar. Hozir bu narsa to'xtagan, ya'ni bunaqa yig'ib berishmaydi. Mana bu narsalar ishlab chiqarishadi. Bularni ishlab chiqarishadi hammasini. Bamfer ham ishlab chiqarishadi. Adashmasam bu Kia Palasite yoki Santa Fe'ning oldin mordasiga o'xshadi. Mana Kia'ning qaysidir modeliga o'xshayapti. Tegi Sorrento'mi, shunga o'xshaydi. Mana Santa Fe'ning farasi shakli mana EV6 elektromobili, mana korpusi, zaryadka qiladigan korpuslari, mexanizmi. Plasmas ponni mexanizmi ekanda. Bo'ldi. Mana chashka, ko'rib turganlaringizdek amortizator, hop, bu yoqda mana bu yerda stabilizator rezinkalari, bu yoqda eshik rezinkasi, ya'ni eshikda oynada turadigan. Nima deydi? Eshikni rezinka. Ha, eshik rezinkasi. Sразу o'zim tarjima qilib oldim. Mana podushka, mana bu ham podushka, korobka podushka, motor podushkalar va yana korobka podushkalar, chashka, mana Nexi 3 chashkasi ko'rasizlar. Xuddi o'zi ekan. Sal boshqacharoq, lekin Nexi 3 ga tushadi menimcha borib. Agar baqvat bo'lsa, Seikodan zapcha solib Nexi 3 ga qo'yib yuborsa ham bo'lar ekan. Hozir buni distribyutorga ham tushuntiramiz. Ya'ni distribyutor hammasini O'zbekistonda sotmaydi. Seiko brendida asosan bizni bilasizlar, distribyutorimiz mana Seiko kolotkasi, Seikoni yana bir ishda boshqa ayrim zapchaslarini sotiladi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsalar sotilmaydi. O'zi asosan ham bular zapchasga chiqmaydi. Faqat zavodga ishlab chiqarib berishadi. Promoy zavod bilan ishlashadi. Hyundai, Kia va boshqa Koreyani avtomobil brendidagi sanoatidagi shu zavodlik ishlab chiqarishadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, eshikning ramka rezinkalari. Mana qaysini korpusi dedingiz buni? Xings. Avtomobil brend. Mana bu yerda bor ekan rasmi buni. Kia'ni qaysidir modeli? Sportage oldingi model. Kia Sportage 16-yildagi modelini anaqa bagajimi bu, oldi qismimi bu? Orqa bagaj shakli, orqa bajajdagi mana kuzov alyumindan shakli, alyuminmi? Alyumindan ishlangan. Mana mashinani balkasi. Balkani ham shu zboriy holatda shunaqa ishlab chiqarishgan. Haligacha ishlab chiqarib berishadi buni. Haligacha Seiko zavodi tomonidan ishlab chiqariladi. Hozirgi paytda o'sha avtomobil ishlab chiqaradigan zavodlarga mana shunaqa balkani ishlab chiqarib berishgan ekan. Bu Lassetti'nikiga o'xshar ekan. Ko'rasizlar? Kia'ni yo Hyundai qaysidir modeli. Bu yerda o'zi yozilgan menimcha. Kuzovi bilan birga mana bu suvigigacha ishlab chiqarishgan ekan. Ko'rasizlarmi? Hozir o'tiradigan joy chap tarafdagi shassisi. Mana bu yerda rasmlarigacha qo'yib qo'yishgan. Hop, bu kapot
kapotdagi plastmassa bo'lsa kerak. Kapot bagaj. Inverter, bagaj, kapot bagaj ekan. Bundoq qilsa ochilar ekan. Bosib turib ochilar ekan, bagaj. Bagaj ne ekan? Zaryad akkumulyatorni ko'rib ochadigan joyi, bu yoqda kichkinagina bagaj. Bu ham elektromobilniki bo'lsa kerak menimcha, EV niki. Rul, Genesis rulini Seiko brendi ishlab chiqarib berar ekan, ko'ryapsizlarmi? Genesis o'zi premium, shunaqa luxury avtomobil bilasizlar, Seiko brendi ishlab chiqarib beradi. Mana kiyimimda tushmayapti. Xullas, mana ko'rib turganlaridek kalpakigacha ishlab chiqarib berishar ekan. Mana kalpaki, plastmas ehtiyot qismlarni juda ko'pi shu Seikoda ishlab chiqarilar ekan. Mana bu yerda mana Genesis'i oldi bamferi G90 modeliniki ekan. Bu yoqda yana rul 3 xili turgan ekan. Men endi ozgina showroomga tepib tashaman. Endi video olishim uchun rahbarlar o'ziga ruxsat berishgan. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bitta kalpachok Hyundai'ki, diskani o'rtasida turadigan, buni ham ishlab chiqarib berishadi. Bu mana barri ham ishlab chiqarib berishadi. Ko'rasizlarmi? Mana bar. Qaysi tur Hyundai yoki Kia yo Genesis'i bari. Mana bu Genesis shakli bu. G90. Eng luxury, eng oxirgi chiqqan modellardan bittasini mana polni bardachok taraf. Ko'rasizlar, zdeniyaning ham upravleniyasi mashitda ekan. Mana gap yo'q lekin. Mashina narsalarni Seiko brendi ishlab chiqarar ekanda. Gap yo'q. Endi mana glavniy joyga qaytamiz. O'sha 1997-yil paytida Sportage avtomobili shunda bu 60 mingta ishlab chiqarib berilgan deyilyaptimi? Nima deyman? Yiliga 60 mingta ishlab chiqarilgan. Nechinchi yilgacha? 그 회사가 예전에 기아랑 관계가 있었기 때문에 그때 시절에 했었고 지금은 이제 하지 않아요. O'sha paytda 1997-yilda Kia Sportage modelini to'liq holatda yig'ib berishgan ekan, chasselarini. Shundan keyingi modellarni faqat bo'lim-bo'lim qilib yig'ib berishgan. O'sha holatda Kia o'zbek qila olmagan. Zakaz ko'p bo'lganligi uchun, buyurtma Kia avtomobilda ko'p bo'lganligi uchun Seiko kompaniyasiga o'sha buyurtma asosida bizga yordam berib deganda, mana shunaqa qilib Seiko kompaniyasi avtomobil polni yig'ib xuddi shu tayyor holatida Kia zavodiga bergan, ya'ni ichidagi generatorlarigacha, motorlarigacha hammasini tayyor qilib, shassilarigacha, orqa hadovoylarigacha mana ko'rasizlar, orqa mostlarigacha ulab, baklarigacha qo'yib turib, gulshitillari bilan. Shuni tayyor kuzov ustiga shuni yopiladi, zavodda yig'iladi. Mashinani zavod qilib ketiladi. Bu yoqda mana elektromobil gibridlarniki, mexanika, avtomat korobkalar, hammasi avtomat korobka. Bunisi ham avtomat korobka, gidromuftali moyligi ekan. Yo'q, bu DC ekan. DC avtomatik transmissiya. Filtri bor ekan. Bunda ham filtr bor ekan, gap yo'q, lekin o'sha paytdagi avtomat korobka hozirgi ayrim modellarda ham bu Volkswagen Golf modelida 2 litrli enjiniga yig'ib berilgan 6 ta pog'onali 300 nanometr kuchga ega korobka передаcha. Shunaqa, mana ko'rasizlar, bu yoqda ham shunaqa mana. Ikkita transmissiyali 6D model FC Gamma 1.6 Hyundai avtomobilniki GDI motoriga yig'ib berilgan korobka передаcha. Bu ko'rinishida mexanika emas, avtomat emas va variator ham emas. Bu menimcha pol avtomatga o'xshayapti. Avtomat pol avtomat ekan. Chunki mana robotni, mana sinxronligi avtomatda bunaqa bo'lmaydi, bilasizlar. Menimcha ingliz tilida yaxshi tushunmadim, to'liq yozganini. Bu yerda displeyni ham gidromufti, bu yoqda mexanizm. Robot miya ham turibdi, mana ko'rasizlar, datchiklari ham ko'p ekan. Mana robot miya bu yoqda adashib ketdim, bunisi emas, bunisi kattaroq. Avtomatik o'zi передаchaga olib beradi. Ya'ni skoroustdan skoroustga olinayotganda avtomat korobka haydayotganingizda sizga bilinadi-yu, o'sha paytlar bilingan, juda kuchli detonatsiya bo'lgan, ya'ni mexanik avtomobil haydaganda, avtomat korobkada. Shuning uchun mana bunaqa robot korobka ishlab chiqarishgan. Hozirda endi bular уже deyarli kam. Lada Vesta'da yaqinda уже ular ham to'xtatildi, уже ishlab chiqarilmayapti. Shunaqa qilib showroom bilan sizlarni tanishtirib chiqdim. Endi zavodda o'ziga kirib chiqamiz. Bu yoqda undan oldin mana zavodda kimdir bor ekan, tanishib chiqamiz. Kim rasmi bu? 2001-yilda tushgan ekan. Oldingi Hyundai
kompaniyasini boshqaradi. boshlig'i. Hozir bu vafot etganda boshqa kishi davom ettiryapti. Asoschisi emas, bu prosta boshlig'i. Bo'l. 아직 안 죽었어요. Ketdik zavodga. 아직 잘 계세요. 그리고 회장님은 잘 계시고. Ayo, adashib ketishdi bu odam hali tirik ekan, shuni kulishyapti. Voy, o'ldirib yubordilar sal qolganlar. Tirik ekan bu inson, mana hayot ekanlar. Endi jaydari qilib YouTube'ga video ishlayapmiz. Ha, rozi bo'lasizlar, hazil-huzul qilib. Bular o'zligi ham jaydari insonlar hazil-huzul qilishadi. Yo'qsa katta-katta kompaniyani ikkaligi ham rahbarida. Biz mana ikkalamiz oddiy odammiz, prosta video ishlab yuradigan. Shunaqa. Baraka topinglar, ketdik. Bo'l. Uzoqdan o'lib hamma joy ko'rsatib bo'lmas ekan. Ha. O'shanga ular yuritgan liniyalarni ko'rsatsa Shu bo'lar. videoga olib bo'lmaydigan joylar bor, videoga olinadigan joylar bor. Hozir shu diqqat bo'lasizlar, zavodga kiryapmiz. Ayrim detallarni, ayrim joylarini videoga olish mumkin emas. Bu kompaniyani o'zini har bitta zavodlarni yoki boshqa katta-katta korporatsiyalarni bu o'zini siri bo'ladi. Shuning uchun aynan o'sha joylarni yo tushib qolsa montajda vijirlashi mumkin yoki umuman u joyini videoga olmaymiz. Lekin asosiy sizlarga muhim bo'lgan kerakli joylarni videoga olamiz. Bizning menejerimiz shu narsani tushuntirib beryaptilar hozir. 공장 내부는 촬영이 기본적으로는 안 되기 때문에 부분적으로 허가되는 장면만 제가 말씀을 드리면 촬영하시면 될 거예요. Odatiy hamma joyini ssenariylarni olish mumkin emas ekan. Shuning uchun liniyalarni o'zini yurib ketgan zapchasi ishlab chiqaruvchi joylarini o'sha yerni ko'rsatamiz. Bo'l, shunaqa qilamiz unda. Zavodga kirib oldik. Zavodga kirmasdan oldin bosh kiyim kiyib olish kerak, bilasizlar? Bosh kiyimni kiyib olamiz. Texnika bezopasnosti o'zimizning xavfsizlik uchun. Xo'p, bu yerda xodimlar ishlayapti, ba'zi ayrim narsalarni videoga ola olmayman. Boshidan tushuntirib bersam, mana bu yerda ko'rasizlar, list bor. Mana bu temir. Eng sifatli, yaxshi temirlar. Hozir bu temirlarni qayerdan kelishini uni ham bitta so'rab olamiz. Ya'ni birinchi karzini disiplin ishlab chiqarmasdan oldin mana shunaqa dumaloq list bo'ladi. Mana shu listni mana bu yerda katta stanoklar bor. Hozir stanokni ko'rsatib sizlarga ichini ko'rsatamiz. Keling. Mana bu yerda listni kesib olishgan ko'rasizlar. Dumaloq list qilib mana robotni ichiga tiqishyapti. Hop, mana keyingi robotimiz ko'rganlaridek kartinani mana bunaqa shaklga keltirib beradi. Hop, mana bu shaklimizni hozir ko'rsataman sizlarga. Bitta olib, mana kartinani ustida ko'rasizlar. Mana shuni yasab beradi. Bunga yasab bergandan keyin hozir buni yana men boshqa mana bunaqa stanokka chiqamizda. Bunga o'rtasiga bilasizlar, iz tushiramiz kartinaga. Hozir keyingisiga o'tamiz. Iloji boricha yerni olaman videoga, kerakli joyiga qaratib, kerak emas joyini olish mumkin bo'lmagan joyini olmaymiz. Mana boshqa robotlar, mana bu yerda ham mana boshqa narsalar ishlashyapti. 중에 하나인데 이걸 열 처리를 하는 과정이에요. Bu coverda qimirlaydigan joyini kartinkani temirda chaqlash deyiladi-ku. Temirda qizdirib sovutadi. Shunday qiladigan joyi. Mana qizdiryapti, ko'rasizlarmi? Qizdirib uni bukib beradi-da. Ya'ni bukib turib mana sovutyapti o'sha, ko'rasizlarmi? O'xti, moy bilan sovutyaptimi? Shuni ko'rasizlarmi?
Mana. Qancha vaqt turar ekan? Bu ancha vaqt turarmikin-a? Mana bukib berdi, ko'rdinglarmi? Bukdi mana. Kortina displeyini bukilgani. Hozir buni Robert olyapti, magnit oldi. Magnit olib, nartib qo'yibdi. Ko'rasizlar, ichkariga olib ketyapti. Ha. Hozir bu yoqqa tushirdi, yig'di mana. Ha, mana bu yoqqa yig'yapti hammasini. Yig'gandan keyin mana bu yoqqa proses qo'yib qo'yishgan. Keyin bu yoqda tayyor bo'lganini bu yoqqa yig'ib qo'yishyapti. Bu menimcha sovuq bo'lsa kerak. Sovuq ekan. Olsa bo'ladi. Qo'limga oldim, kortina displey, korzinkani mana shu ustki qismi. Bilasiz, sepleni bosganingizda mana shu eziladigan joyi, ya'ni aynan. Buni tekshirish jarayonida biz yangi kortina displeyni qanaqa tekshiramiz? Buni yerga qo'yamizda, qaranglar. Yerga qo'yib turib, mana mashinaga tovon bilan mana shunday bosamiz. Bu faqat bu yoqda temirda ustunovka bo'lib turgan bo'lishi kerak. Ya'ni bu alohida o'zi bo'lganligi uchun hozir men bosa olmayman. Bukilib qolishi mumkin. Bu yoqda qolgan qismi bor. O'sha oxirida tayyor bo'lganda sizlarga tekshirib beraman. Jaydari usulini va zavodda qanaqa tekshirishadi, uni ham bitta ko'ramiz. Hop, boyiga tushuntirib berganim, boshida mana men keluvdi-ku, kesilgan edi. Mana men kesilib kelgan bu holat mana shunaqa holatga aylandi. Ya'ni mana shu apparatlar boyi olov bo'lib yonib turganda, mana hamma listini taxlab qo'yishgan. Bu tugagandan keyin mana bu yerda olib kelinganini hammasini taxlashadi. Ya'ni boyiga bundan oldingi joyiga, liniyadiga, mana Robert o'zi qolganini amallab yoradi. Robertni bunday magnitda ilib, nariga sherigini kutib turibdi. Buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mana ketma-ketlikni ko'rasizlar. Bu tayyor kutib turibdi. Mana men qizi bo'lgandan keyin mana buni oldi. Keyin o'sha mana bu yoqqa ilinadi. Ko'rasizlar, ketma-ketlikda bu yana yonadi. Buni sovutadi. Keyin bu yoqqa o'tkaziladi, imam yoqqa taxlanadi. 끝나고 열처리로 와서 열처리 공정에서 열처리 끝나고 나면 하가지 스톱 안으로 보내서 아셈블리를 해요. Temirni pressda kesib olgandan keyin bu yerda qizdirib, shakl bergandan keyin bu yoqqa yig'ish assemblisiga o'tkaziladi. Bu yoqda yig'iladi. Hozir yig'ish jarayonini ko'ramiz. Bu yoqda hozir qizdirilgan kortina displeylarni ko'rdinglar. Ana o'shani bu yoqqa o'tiraganmiz. Faqat bu yoqni общий planda kadr ola olmayman, mumkin emas. Tartibga, ya'ni o'zi shart-sharoitga to'g'ri kelmaydi. Chunki katta-kattani sirasirlarni ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Chunki hammani bu o'zini tiri bo'ladi. Hozir aynan apparatni oldiga borib ishlayotgan jarayonni ko'rsataman. Ungacha bitta narsani ko'rsangiz, kortina displeydan tashqari boshqa mexanizmlar ham ishlab chiqarilar ekan. Hop, boyiga temirda qizdirganimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, qishi turibdi. Shunday yonmachasiga qilib, men bukib berdi, qizdirib. Buni bittasini olamiz. Bu yoqda boyiga Robertda katta apparatda temirni list kesib, pressovkada mana bunaqa shaklga keltirib berdi. Ko'rasizlar, arimi quyma buni. Hop, buni bir-biriga ulashimiz kerak. Buning uchun bizga mana bunaqa narsa kerak. Mana bunaqa shaybamiz bor. Aslida bu narsani o'zi hozir men sizlarga qo'lda ko'rsatib beraman. Aslida mana bunaqa apparat yig'ib beradi o'zi. Apparat yig'ib beradi, qaranglar. Buni mana bitta shayba qo'yamiz. Keyin mana ham temirini qo'yamiz. Endi men video olishim uchun, sizlarga ma'lumot berish uchun bez перчатка ishlatyapman. Akkuratli perchatkada, texnika bezopaslikka rioya qilgan holatda ishlash kerak. Ham apparat yig'ib beradi. Mana bu apparat mana bu narsani shaybasini qo'yib, mana bu listini qo'yganimizdan keyin ko'rib turibsizlar, Robert siqib beryapti. Robert hozir mana bir qilib oling, yaqinlashtirib oling, yana ikki qilib oling. Mana siqib berdi, ko'rdinglar? Nimani siqib berganini sizlarga ko'rsataman. Bo'ldi, uzoqlashtiring. Uzoqlashtirgan, yuring. Bu yo'q. Keling. Mana men bitta hamma narsani siqib berdi. Qancha oson bo'ladimi? Mana men temirini ko'rasizlar, ilgisini mana shu Robert qisib berdi. Bu undan oldin mana bunaqa edi. Keling. Mana ko'rasizlar, mana bunaqa holatda turuvdi. Buni mana bunaqa qilib bukib berdi mana Robert apparat. Bizlar korzinamizni уже bir 70% tayyor bo'ldi. Endi bu tayyor bo'lgan narsani, mana shu dumaloq temirni bittasi qalinroq, bittasi yuqoriroq bo'lishi mumkin. List bir xil kelmaydi. Zavodda, stanoklarda buni tekshirib olinadi. Balansirovka bo'ladi, diska balonlar, xuddi shunaqa narsani. Mana apparatga buni qo'yib, mana apparatda balansirovka qilinadi. Aynan shuni mana shu ikkita nuqtasida ozgina balansi og'irroq, yengilroq keldi. Bunga tosh opsirish kerak deylar.
Yana bu do'stimiz mana bu yerda markerda tizib chiqyaptilar. Ko'ryapsizlar? Markerda tizib buni joylashtirib chiqyaptilar. Mana buni joylashtirib, mana markerlarda tizib chiqyaptilar. Ko'ryapsizlar? Balans bo'lgan joyini. Endi bu mana apparatga kiradi. Va apparatda ko'ryapsizlar, tekshirilyapti. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Tekshirilyapti. Ko'rdinglar mana? Bu kartina ishlayapti. Robot sirasi buni mana magnitni yoqtirib, keyingi liniyaga o'tkazib yuboradi. Ko'rdinglar? Mana keyingisini ham bitta ko'rasizlar, ishlayotgan yoki ishlamayotganligini. Mana qaranglar. Mana ishladi, ko'rdinglar? Bosib, qo'yib yuboryapti. Ko'rdinglar? 2-3 marta tekshirib olar ekan, 2 marta tekshirar ekan. Keyingisi o'sha u yoq liniyaga ketadi. Poyga tekshiruvdan o'tgan tayyor balansirovkaga ega kartinani ustki qismi. Endi bunga mana teg qismini o'rnatishimiz kerak. Teg qismi bilasizlar, displeyni o'tiradigan joy. Mahabiy bilan uchrashadigan joy. Buni mana bunaqa zaklovkada o'rnatishadi. Zaklovkani ko'ryapsizlar. Hop, buni mana shunday holatida faqat buni mana sinuk o'rnatib beradi zaklovka qilib turib, zaklovkada. Faqat bu hozir tushlik vaqti bo'lib qolganligi uchun hozir bu apparat ishlamayotgan ekan, ya'ni xodim tushlikka chiqib ketgan. Mana bu tayyori bor bizada. Mana tayyor. Mana bu yerda zaklovka qilib, mana bunaqa temir bilan o'sha o'rnatilgan. O'rnatilganidan keyin buni boyiga apparatni tekshirdi. Yopilyaptimi yoki ochilyaptimi o'sha narsani tekshirdi. Biz buni bilasizlar, qo'limizdan buni bosib turib tekshiramiz. Endi hozir seriz emas, yengil bo'lganligi uchun oyoqda bosishga hurmatsizlik bo'ladi. O'zi oyoqni tomonida yerga qo'yib turib, bitta bossa o'zi bu ochiladi. Rahbar ham, menejer ham yonimizda ko'rib turibdi-da, shuning uchun bu narsani qilmaymiz. Bular uchun hurmatsizlik bo'lmasin. Serizda jaydaramiz, o'zimiz tekshirib tashaveramiz, shuning uchun. Bu joyda keyin hozir mana apparatda turibdi, buni tekshiradi. Xullas, tayyor mahsulot. O'sha upakovka jarayoni boshqa joyda upakovka qilib turib, buni aynan bu hozir mana Kia va Hyundai avtomobiliniki ekan. Kia va Hyundai mexanika avtomobillarning kartina displeynasi ekan. Xuddi shu jarayonda o'zimizning avtomobillarga Cobalt, Matiz, Damas, Spark o'sha avtomobillar hammasiga, yana boshqa avtomobillarga ishlab chiqarilib, O'zbekistonda o'zimizning do'konda ham, Sergeli Farg'asiyda ham, Bosko, Seiko do'konlarida sotuvda bor. Ana endi biz buni tugatdik, buni ishlab chiqarishi, endi bunga kerak bo'ladigan ikkinchi bolachasini kartina displeylarini ishlab chiqarishi ko'rsatamiz. Endi kartina displeyni ishlab chiqaradigan o'sha apparatga keldik. Qaranglar, mana listi bor-ku, kalotkasi. Ya'ni mana shu narsani Seiko zavodini boshqa zavodida o'zi ishlab chiqarar ekan buni ham. Buni endi sirosi ozgina sir, buni ko'rsatib bo'lmaydi. U zavodga ham lekin hozir boramiz. Hop, bu narsani endi zaklovkada qoqish kerak. Buni mana bu yerda apparat bor. Apparatdan ham ko'rasizlar, ham shaybasi bor. Mana shaybat qo'yilgan, kartina displeylarniki. Buni hozir mashina apparatni mamtiga qo'yib turib, bu apparatni o'zi zaklovka qilib berar ekan, yopib. Hozirgi paytda ishlamayapti. Aytganimdek, hozir ishlagandan keyin zaklovka qilib turib, mana tayyor, mana buni chiqarib beradi. Ko'rdinglarmi? Hozir ko'rsatganim zaklovka qilib, tekshirib o'zi tayyor qilib berdi. Ya'ni displeyni. Endi buni qolgan davomi prujina qo'yiladi, temirlar qo'yiladi, o'rtadagi перевесниц qo'yiladi. Keyingi davomiyligida. Keyingisiga ketdi. Xo'p. Tayyor zaklovka qilingan kartina displeylarni mana bu apparatga tiqamiz. Bu apparatga tiqqandan keyin mana bu yerda ko'rasizlar, qaranglar. 4 ta mana bunaqa zaklovkasi bor. Bu zaklovkani joylashtirib chiqib, keyin mana bu plastmassa. Bu hozir zamonaviy avtomobillarda bo'lgan, ya'ni DC korobkani ichida, keyin mexanika Hyundai, Kia avtomobillarda mashinasi chiqadi. 2010-yilda ham Hyundai san'at avtomobili almashtirayotganda mashinasi chiqqan edi. Hozir bu o'zi kartina displeylar hammasi Hyundai Kia'niki ishlab chiqarilyapti. Hozirda biza Damas'ga, ya'ni Cobalt, Seiko brendi tomonidan o'zimizning Chevrolet avtomobilini ishlab chiqarayotgan uchun mana shu plastmassani qo'yamiz. Bu nima vazifani bajaradi desanglar, avtomobilda shu передача uzatayotganda, kartina displeyni qo'yayotganingizda, bosayotganingizda, keyin mashina qo'zg'alganda do'shni kamroq qilib berishni oldini olib beradi. Buni qo'ygandan keyin mana bu tayyor jihatidan mana buni prujinani qo'yilgan, ko'rasizlar? Prujinani qo'yilgan, bu prujina mana bu temirga yig'ib chiqilyapti. Ko'rasizlar? Mana bu plastmassa alohida ham bor. Mana shu hozirgi ko'rsatgan holatimda inson o'zini omili bilan, kuchi bilan yig'ib chiqar ekan hammasini. Yig'ib chiqqandan keyin buni mana bunaqa, mana ko'rasizlar, перевесница, prujinasi bor. Mana shu перевеснini qo'lni o'zida qo'yyaptilar. Qo'lni qo'yganlaridan keyin mana
temirini ustiga bosib zaklovka qiladilar. Ana ustiga yopadilar, hozir ko'rasizlar. Ustakamiz. Yopadilar, undan u yog'iga mana stanok apparat tiqib pressovka qiladi. Pressovka qilgandan keyin mana tayyor korзин displeylarimiz chiqdi. Ko'rdinglarmi? Buni boyi korзинkaga qo'yib turib, o'sha ishlatsak bo'ladi. Mana tayyor chiqqani, hop, mana magnitni olib ketyapti, ko'rasizlar? Magnitni olib ketib, bu yog'iga o'sha proverka qiladi orada. Mana bunisini ko'rishdinglar. Mana proverka qilyapti. Presslash jarayoni bu menimcha. Boyiga zaklovkani presslab chiqyapti. O'sha apparatda o'zi ancha vaqt ushlab turar ekan, ya'ni yaxshilab siqilsin deb. Bu liniya yurgandan keyin o'sha mana tekshirib chiqyaptilar, ko'rasizlar? Liniyadan kelyapti, tayyor korзин displeylarimiz sразу pastga tushgandan keyin mana bu yerda aynan shu ishlab chiqarilgan modelni первичныйsi tiqiladi, zazor bormi yo'qmi shu tekshirib yuboriladi. Ko'rasizlarmi? Cho'tki chiqqan. Bu zo'r sifatli bo'lgandan keyin mana bu idishga to'liq taxlab chiqiladi. Keyin bu upakovka qilish jarayoniga boradi. Bo'ldi, o'sha korзин displeylarimiz tayyor zavodda, o'sha avtomobilga, ustaxonaga borib turib o'rnatsangiz bo'ladi. Do'konda sotuvda bo'ladi. O'zimizning avtodoktor servisida ham zapchast do'konimiz bor. Chilonzorda qo'yiladi, sotuvda bor. Ifarg'askiy Sergelida ham Seiko brendining o'zining ofitsial zapchast do'koni bor. U ham sotuvda bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hop, biza korзин displeylarni ishlab chiqarishni ko'rsatib bo'ldik. Videoga olinish kerak bo'lgan hamma joyiga oldik. Ya'ni o'sha ishlab chiqarishni bemalol videoga olsang bo'ladi. Endi xodimlar ham bemalol ishlashyapti. Hop. Xullas, bu korзин displeydan tashqari, bu zavodda hozir o'zim ko'rib turibman. Faqat korзин displeylarni videoga olaman, shu shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q. Boshqa avtomat korobkalar, mana bu apparatlar bor. Avtomat korobkaning ichida sinxronlari, mexanizmlarini ham, boshqa narsalarni ham hammasini ishlab chiqarishyapti. korзин displeylarni Rasakon modellikini ishlab chiqarar ekan. Hop, endi buni videoga olib bo'lmaydigan sekretniy joyi zavodda, ya'ni mana bu eshikga yozib qo'yilgan. Hop, koreyscha qilib videoga olinish mumkin emas deb yozib qo'yildi. Bu yerda nima xona deyilsa, bu korзин displeylarning ikkalovini mana shunday bosib turib, bu Hyundai, Kia, inomarka avtomobillarga mana ko'rasizlar, Kia, Hyundai avtomobili. 200 ming kilometr masofagacha 200 ming marta bosish, yo'q, adashdim, 100 ming probeg, ya'ni Kia Hyundaiga va 200 ming marta bosish bor, seplenlarni bosasiz. Bu siz 100 ming probeg yurguningizcha 200 ming martadan ham ko'proq bosib qo'yasiz o'zi, yoki undan kamroq bosasiz. Ana o'shani garantiyasini beradi, ya'ni korзинka 200 ming marta bosishga yetadi deb. Hop, bu 200 ming marta yetishi, hozir sizlarga ma'lumotini bitta beraman. Aslida bu apparatda 300 mingta bosib turib bemalol foydalanar ekan. Xullas, mana menejerimiz o'zlaridan so'raymiz. Hop, kamerani men o'zim qo'limga olaman, siz ham перевод qilib berib turasiz. Bitta aka. So'rang savol. 웬만할 때 제품을 저희가 시험을 이번에도 하고 있고 평균적으로 한 100만 회 이상, 유행은 200만 회, 300만 회까지 시험 평가를 거친 다음에 양산으로 가게 돼요. Bu yerda test qiladi joyi. Second tizimlar, turizmlar test qilinadi, lekin o'yin, ya'ni Hyundai, Kia zavodlari 200 ming martagacha misol uchun test talab qilsa, bular 300 ming, 400 ming martagacha test qiladi. Chunki o'zlari garantiya beradi, o'zi inson qabul qilish uchun, ya'ni ham ko'proq test qiladi. Deyarli 2 barobar ko'p test qilishadi. Yana boshqa ma'lumotlar yo'qmi? Aytsinlar, tugatdik o'zi. 이게 이제 제품들이 중간에 점검을 하게 돼 있어요. 인터를 정해서 Bu yerda hozir shu ishlab chiqarilgan har bitta tovarni, har kunlikini olib test qilib ishlatishadi. Chislasini yozib, qachon chiqqan bu ma'lumotni yozib, shu yerda test qilib, sifatini tekshirishadi shu yerda. 의미가 없잖아. Akirish mumkin ekanmi? Ha, bu yerga kirsa bo'lardi. Mana bu sifatini tekshirib, 시험을 다 체크를 해가지고 품질 점검을 해서 양산을 하고 포장으로 이동을 하게 되는 거죠. bu yerda hammasini tekshirib, o'sha liniyadan tekshirib, sifatdan o'tgandan keyin yo'qda upakovka qilib, sotuvga chiqib ketaveradi. Ha, bu yerdan o'sha kullini. Kullini. Necha marta tekshiradi? Qanaqa tekshiradi? Bu 이거는 얼마 정도 시험했는지. 이거는 계속 수시로 하는 거예요. 수시로 제품 만들 때마다
품질 중간중간 품질을 점검해야 되기 때문에 Buni oldin ishlab chiqarishdan oldin, liniyaga qo'yishdan oldin birinchi narigi tarafda test qilinadi, hozir kirib bo'lmaydigan joyda. Bu yerda test qilib o'sha sifatda ishlab chiqarilgandan keyin bu yerda ishlab chiqarish boshlanadi. Shu ishlab chiqarish biz oldin test qilganimiz bilan bir xilmi, yo'qmi deb просто sifatini tekshirish uchun bu yer. O'sha liniyada biz oldin test qilganimiz darajasida chiqqanmi, yo'qmi, shuni bilish uchun bu yerda qisqagina test qilib, keyin sotuga chiqadi. Sotuvga chiqadi, o'qib keladi. Sotuvga 100 ming bor hektarda test qilaman. Bu 100 nima degani, nimadir biladi. Bu 1 million marta test bo'lgan ekan. Aynan shu, a? Shunisi. 1 million marta bosilgan bu, a? Shunaqa. Gap yo'q. 1 million marta bosilgan kartina mana holat. Xuloslar o'sha mana yedirilib ham ketdi kishi. Mana chuqur cho'q qo'ygan. 1 million martada ham pashti sinib bir narsa Bu yaxshi bo'lmagan. holatda turibdi degani-da. Mana bu Damas avtomobili ekan, Damasda kartina ismaydi. Mana mashinasi sotuvga borildi. Oyiga balansini toshib, nimasi holat. 일단 압돌 아지즈 씨 한국에 오신 거를 환영하고 몇 년 동안 xursandman debdilar. 그래서 우리 거 홍보 많이 해주시고 저희 회사는 품질로 안정적으로 품질이 확보된 제품들을 계속 시장에 공급해 왔기 때문에 우즈벡 시장에서도 좋은 결과가 있을 거라고 생각을 해요. Biz bilan qattiq ko'proq ishlashni so'rab qolamiz deyaptilar. Biz sifatli ancha yillik tajribamiz borligi uchun bizni buyumlarimizni qo'rqmasdan hammaga maqtab, gapirib sotishimiz mumkin. Bizga ishlaylik deyaptilar. Shu davomida o'tib bemalol safda qilmayman. Shuncha zavodga keldim. Ishonchli bo'lgan. Samnion 동안 뭐 써보니까 믿음이 있어가지고 공장까지 왔다고요. 네, 잘 부탁드리고 더 좋은 품질로 제품을 계속 만들어서 잘 공급하겠으니까 우즈벡에도 많이 선전해 주세요. Yana ham yaxshiroq ishlab, ko'proq boshqa turdagi mahsulotlarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Chunki O'zbekistonga yaxshiroq tarqatib, yaxshiroq sotishimizga so'rab qolamiz. 다른 거 Qanaqani eting, bizani zavodga taklif qilganlardan, shunday olib kelgan, samolyotga berganlariga minnatdormiz. Rahmat. 여기 와서 이렇게 뭐 해주셔가지고 공장까지 들어가서 이렇게 뭐 만들어 주시니까 사장님한테 감사하고 다 해주셔도 돼요. 네, 잘 부탁할게요. 잘 부탁합니다. rahmat요. Aslida o'tganlarni orqasiga inson. 어떻게 Aslida o'zi Koreyaga olib kelgan inson mana shu inson bo'ladi. Mani Koreyaga kelib, zavodni ko'rsatishga, mana shu O'zbekistonda Seiko kompaniyasi rahbari hammasini mana shu inson bo'ladi. Biroq buni ham nimadir qilsin. 사장님도 뭐 얘기할 거 있으면 세코 품질은 세코 물건은 현대, 기아, 3사에 납품하는 물건이기 때문에 시중에서 물건 쓰는데 전혀 문제가 있을 수가 없으니까 안심하고 쓰셔도 된다고 얘기를 했어요. bu juda ham katta kompaniyalarga Seiko zavodi mahsulotlar ta'minlagani uchun sifatida umuman shubha yo'q. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol sotishni mumkin. Xarid qilib yaxshiroq ishlatishni so'rab qolamiz deyaptilar. 그리고 문제가 생기면은 언제든지 다 100% 개런티 해주니까 걱정하지 말라고 그랬어요. Shunday qilib birorta muammo chiqsa, 100% hammasini qoplab berishimizni, zararni qoplab berib, o'sha qilishimizdan xavotir olishmaydi, bemalol sifatini garantiya berar ekanmiz, turamiz. Finish tugadi bo'ldi. Doninglar.